Jinoyat ishlari bo'yicha studiyamiz xabaringlar bor. Kecha ham bir jonli efir qildik. Effekt.uz tahririyati rahbari Akmal Eshonxonovga nisbatan 202-modda bilan ma'muriy holat qo'zg'atilgan. Bugun sud bo'ldi. Sudda advokatlarimiz bor qonunlarimiz bilan bor haqiqatlarni barcha holatlarni yoritib, sudga bir qator iltimosnomalar kiritildi. E'tibor beramiz, sudda da'vogar Sudyalar Oliy Kengashi bironta iltimosnoma sud jarayonida qanoatlantirilmadi. Agar xohlasanglar ustimizdan shikoyat qilishinglar mumkin edi. Shikoyatni Sudyalar Oliy Kengashiga qilish mumkin. Da'vogar Sudyalar Oliy Kengashi. Hozir 30 minimalka jarima qo'lladi. Aybdor deb topdi Akmalni. Bu ketishni bilmadim. O'sha so'z erkinligini to'sish aynan shu modda bilan, aynan shu ssenariy bilan bizda ham ishimiz mana shunaqa. Shaxsan menga nisbatan ham 202 moddasi qo'yilgan. Tez kunlarda u ham sud boshlansa kerak. Albatta sud haqida ma'lumot beramiz. Hozir bana Abdurahmon Tashanov ham bir qator faollar kelgan. Mana jurnalistlar intervyu olishyapti. O'ta malakasizligi, juda kulgili ahvoldaligi, sud ahvolini mana ko'rib turibmiz. Mana suddan keyin gapirganlarni sen oliy sudda o'sha raislik Akmal o'zi ham naryoqda intervyu beryapti. Nima demoqchimiz? Agar iltimosnomalar advokatlarning kechasi bilan yozib tayyorlab chiqqan iltimosnomalari sudda inobatga olinmasa, u ko'rilmasa, unga e'tibor berilmasa, o'zi bizga advokat nimaga kerak? Agar o'sha ijtimoiy tarmoqda tanqidiy maqolalar bilan, tanqidiy chiqishlar bilan agar jurnalistlar, blogerlar, faollar chiqmasa, unda bloger jurnalistlar nimaga kerak? Hammasini yopish kerak, to'xtatish kerak-da. Shu faqat qarsakbozlik bilan davom ettirishimiz kerak. Davlat rahbari Shavkat Miromonovich bir necha bor aytganlar. Endi u tizimga qaytmaymiz desalar, bu yerda boshqalar boshqa ishlarni amalga oshirib yotishibdi. Mayli, boshda borini ko'ramiz. Biz to'g'ri gapni gapirganmiz, yana gapiramiz. Lekin bunaqa qilib javobgar qilib, yo'q narsadan hozir ekspertiza xulosasi bormiz. Ekspertizadan qayta tayyorlash mumkin. Hozir bizning holatimizda ham shunaqa. Mana hozir shu Shayxon Tohirda ko'rgan, mana holatimni ham men qarshi ariza berganman. Mana qarshi arizamga nisbatan hech qanaqa baho yo'q. Faqat bir taraf arizasi bilan oldinga qarab yuguribdi. Nima uchun biz unda ochiqlik siyosatini bo'g'ib, nima odamlarning dardini hech kim eshitmaslik kerak. Mayli o'sha Sudyalar Oliy Kengashi raisi Yodgorov nima uchun shu holatda mana hozir efirga chaqirib masalani qo'yib, to'g'ri bo'lsa to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa noto'g'riligini tushuntirsa bo'lardi-ku. Nima uchun bunaqa javobgar qilib, hozir 202 ni mana bir tortib olingandan keyin, ozgina vaqtdan keyin yana holatsi jinoiy holatga ham tortishlari mumkin. Abdurahmon aka jonli efir qilyapti. Hop siz bir og'iz bu narsa devorsiz sud jarayoni haqida. Assalomu alaykum. Hurmatli Jahongirni demak kuzatuvchilari shu narsani aytishimiz mumkin. Masalan, bunaqangi sharmandalik sud jarayonlari juda ko'p bo'lgan. Biz bunga ko'nikib qoldik, lekin bugungisi juda ham oshib tushdi. Ya'ni o'sha tergovchining soxta hujjatlar tayyorlagani, soxta hujjatlar bo'lib hamki o'sha Sudyalar Oliy Kengashi raisini taqdimnomasini ham o'rgana olmaganligi, boshqa ya'ni to'g'rirog'i eplab shu ishni amalga oshira olmaganligi bu mamlakatda o'sha huquqiy nigilizm yaratilayotganligini bildiradi. Ya'ni bu yerda men hali siyosiy xulosalar qilishga erta, chunki prezident doimiy tashabbuskor bo'ladi, so'z erkinligi deydi, so'z erkinligi orqasida men turibman deydi, lekin afsuski juda ko'p jurnalistlar, juda ko'p blogerlar mana shu gaplarga ishonib qurbon bo'lishyapti. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, agar mabodo masalan so'z erkinligini shunaqangi tasavvur qilishsa, so'z erkinligini prezident aytib turib, uni amaldorlari so'z erkinligiga qarshi chiqadigan bo'lsa, fikrlash erkinligini cheklaydigan bo'lsa, bu albatta juda ham yomon. Ya'ni ular o'zlarini o'zlari aldashayotgan bo'lishadi. Yaqinda demak Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi
bo'yicha bir strategik shartnomalar imzolandi. Bu yerda demak Yevropa ittifoqi 12 milliard dollarlik o'sha investitsiyalar paketini shartnoma bilan tasdiqlashdi. Agar shu holatda ketadigan bo'lsa, bu shartnomalarda umid qilmasa ham bo'ladi, chunki Yevropa ittifoqini biz alday olmaymiz. Yevropa ittifoqi yoki boshqa kontingentlar, boshqa hamkorlarimiz mamlakatda kechayotgan jarayonlarni ko'rib turibdi. Bu yerda bitta narsani aytishim mumkin. Amaldorlar hukumat prezidentga qarshi qanaqadir sabotaj e'lon qilyaptimi yoki haqiqatan ham prezident o'zi soxta gapiryaptimi, ya'ni aldayaptimi jurnalistlarni degan savol o'rtaga chiqadi. Shu nuqtai nazardan bugungi masalan sud jarayoni nihoyatda noprofessional, nihoyatda kulgili. Masalan o'sha sudyani o'zini tutishi, o'sha umuman haligi so'z erkinligiga bo'lgan munosabat nihoyatda ayanchli bo'ldi. Endi bu yerda bitta jurnalist aytaylik 30 akalar bilan bir juda nima deydi faoliyatni to'xtatib o'lib qolmaydi, lekin shunga qaramasdan bu boshqa yo'nalishlarga, boshqa sudlarga, boshqa huquq qilish idoralariga ham o'ziga xos signal bo'ladiki, bundan keyin gapirib bo'lmaydi degan narsa. Ya'ni prezident juda ko'p marta aytadi, biz nima yutdik, masalan Karim davrida og'zimiz yopiq bo'ldi, boshqa bo'ldi, har xil idoralarni eshitdik, jurnalistlarni eshitmadik, xalqni eshitmadik deydi. Lekin afsuski bizni hozir o'sha umid uchqunlarimiz sekin-sekin so'nib boryapti. Shu nuqtai nazardan men aytishim mumkin, hukumat sifatida ham, oddiy inson bir jurnalist sifatida ham aytishim mumkin. Albatta bu bilan demak o'sha mulozimlar o'zlarini aldashyapti. Ya'ni biz aldanayotganimiz yo'q. Biz shunga yarasha albatta qadamlar olamiz. Kimdir haligi to'rvasini yig'ishtirib qanaqadir sohadan ketishi mumkin, kimdir qamalishi mumkin, kimdir bir matolik qilib yoki bo'lmasa bir boshqa bir yolg'on faoliyatlar bilan shug'ullanib yurishi mumkin. Lekin biz o'zimiz aldagan bo'lamiz. Afsus va yana bir marta afsus deyman, chunki men o'zi hozir bir haligi Salati janoza Adolat opa o'ldi kelinglar degan bir o'zi maqola yozish nimasida nima qilib o'tiribman. Adolat opa bir necha marta o'lgan, endi uni bilamiz, lekin shunga qaramasdan baribir bugungisi juda ham oshib tushdi, chunki bunaqangi soxta materiallar bilan odamni javobgar qilish bu juda ham ayanchli. Rahmat Abdurahmon aka. Xullas, mana shunaqangi sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Biron bir iltimosnoma advokatlarning 3 ta advokat iltimosnomasi qanoatlantirilmadi. Go'yoki sud qarori tayyor edi-yu, uni o'qib berishga shoshib turgandek tuyuldi. Shaxsan menga mayli endi bu uchun ham javobgar qilsanglar qilinglar, to'g'risi jonga tegib ketdi. Bunaqangi holatlarni to'xtatish kerak deb o'ylayman. Bu butun dunyoga O'zbekistonni sharmanda qilishdan boshqa narsaga erishilmaydi bunda. Mayli qamalar kimdir 5 ta, 10 ta, 20 ta odam qamalar boshqa bo'lar, lekin so'z erkinligi yopilayotganligi haqida butun dunyo jar soladi ertaga. Mana o'shaning uchun do'stlar, sizlardan ham iltimos qo'llab-quvvatlanglar. Men Akmal ukamizni Effectus saytini rahbarini doim qo'llab-quvvatlayman, chunki toza bola, yuragi toza bola, unaqa bir birovga yomonlik qiladigan, bir tuhmat qiladigan yigit emas. O'shaning uchun men yonidaman u yigitni. Ko'ramiz, men apellyatsiya berar, boshqa berar. Apellyatsiyada endi 3 ta sudda balkim yuragi da'vo berib iltimosnomalarni qanoatlantirar, balkim bilmadim, endi jarayonlarni kuzatamiz. Hozir aynan bizni boshimizdan o'tadigan xuddi shu proseslar turibdi. Shaxsan o'zim qatnashaman. Shu holat bo'yicha ham sud jarayonlarini yoritib boramiz. Do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Videoni ko'proq tarqatinglar. Befarq bo'lib bo'lmaydi. Mayli bu bitta Akmalga bo'layotgan narsa emas. Bu butun ommaviy axborot vositalariga bo'layotgan holat deb baholayman. Shaxsan o'zim ko'proq tarqating, faol bo'ling, kuzating, biz bilan birga bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.